Benzin rasxodlaridan charchadingizmi? Demak, bu video aynan siz uchun ekan. Sababi bugungi kunda gibrid oilasiga mansub bo'lgan Chery Tiggo 8 Pro gibrid avtomobilning to'liq obzori va qanday to'lov turlarida olishingiz mumkinligini sizga to'liq tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring, bu sizga albatta manfaatli bo'ladi. Hop, bu Tiggo 8 Pro modelimiz o'zi aslida ikkita pozitsiyasiga ega. Birinchisi luxury va premium pozitsiyalari. Tiggo 8 Pro gibridlarimiz общий запасный hodi 1200 km yurib, tokda 120 km yuradi. Benzin rasxodi o'rtacha 5-5,5 ta hisoblanadi. 60 litrli bagaj sig'imi hamda bunning eng zo'r ustunlik tomoni nimada bilasizlarmi? Bemalol tokda zaryadlashni oladigan bo'lsa, uyda zaryadlasangiz bo'ladi yoki ko'chada zaryadlasangiz bo'ladi. Yana plus tomonini aytaman, bu parallelniy gibrid hisoblanadi. Ko'p kishi gibridni ko'p turlari bor. Parallelniy gibrid qanaqa hisoblanadi? Hop, batareykani qayta zaryadlaydi, ya'ni rekuperatsiya sistema mavjud va benzinni o'zida ham yuradi bu mashinamiz. Ustunlik jihati shunda. Bu avtomobilimizning motor qismiga o'tadigan bo'lsak, motori 1,5 turbina hajmiga ega va 143 ta ot kuchi mavjud. Hop, bunda benzinimiz 92 yoki undan yuqori markadagi benzindan foydalansangiz bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bunda batareyka hisobi bo'lganligi uchun batareykasi bilan motor общий hisobda ot kuchlari 300 tadan ziyod. Shuni hisobiga shu kattalikdagi, shu sig'imdagi mashinamiz atiga 8,5 sekundda 100 ga chiqadi. Ajoyib, a? O'ylashim bo'yicha bunday kattalikda gabaritdagi mashinaga 8,5 sekund zo'r. Undan tashqari faralarimiz adaptivniy smart LED fara bo'ladi. Plus bunda oldi kamera, ya'ni 360 kameralari ham mavjud. Ya'ni oldidagi to'siq yoki boshqa narsalarni bemalol oldida ham ko'rish mumkin va oldida ham partroniklari mavjud. Mashinamizning kuzov qismiga o'tadigan bo'lsak, buni qalinligi 1.2 atsinkovniy bo'ladi. Bu ham ancha zo'r, o'zingizlar bilasizlar, mustahkam mashina har doim yaxshi. Undan tashqari buni ruchkalariga alohida e'tibor berish kerak. Nimaga? Mashina yurganda bu avtomatik yopiladi, to'xtab eshikni ochganingizda bu ochilib ham beradi. Boya aytib o'tganimdek, bunda shunaqa katta gabarit bo'lgani bilan 360 kamerasi mavjud. Bu nimaga qulay? Mashinani o'ngga yoki chapga burganingizda yonida qanaqadir bardyor to'siq bo'lsa, bu sizlarni ko'rish rakurslarini kuchaytiradi. Hamda slippoy zonasi ham bor. Slippoy zona bilasizlar, ancha zo'r narsa, vazifani bajaradi. Undan tashqari yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu Tiggo 8 Pro mashinamizda diskalari 2 xil razmerdagi 18 ga 19 ABS tormoz sistemasi ham mavjud. 8 Pro gibridda yana bitta eng zo'r ustun jihatini aytib o'taman. Bu mashina oilaviy hisoblanadi. Nimaga deganingizda, bu 3 qatorli 7 o'rindiqli hisoblanadi. Har bir o'rindiqlariga unga alohida ishlov berilgan, salonlarning sifati, undan tashqari aytishlar mumkin, bu katta mashina qanaqa qilib sovutish bo'ladi? To'g'ri, ya'ni ikki tomonlama iqlim kontrol nazorati bor. Ya'ni voditelga alohida harorat, passajirga shu qator ikkinchi, uchinchi qatorlarga ham bemalol havoni ligirovka qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari birinchi qator ikkita sidiniyada obduf, abagirifga keladigan bo'lsa, ya'ni qizitish funksiyasi, birinchi ikkita qator, ikkinchi qator rul, oldi laboy, bakoylarda o'zi qiziydi. Bu ancha plus jihati, qishlarda o'zingizlar bilasizlar. Endi mashinaning oldi dizayniga keladigan bo'lsak, interyer dizayni ko'rib turganingizdek 15/26 katta dyumdagi monitor hamda 10/25 dyumdagi sizlarni tablo vazifani bajaradigan monitor qismi bor. Bunda ham bemalol misol uchun mashinaning ko'p funksiyalarini boshqarsanglar bo'ladi. Undan tashqari rulimiz elektronika hisoblanadi, ya'ni gidraligidan ancha yumshoqroq bo'ladi. Rul o'zida ham multimedial sistemalari va eng ko'p kishini diqqatini tortadigan narsa bu hozirgi zamonaviy mashinada bu adaptivniy cruise control. Ya'ni mashina o'zini o'zi adaptatsiya qilib boshqarishi. Bunda palasa dirijatel asosiy vazifani bajaradi. Mashinamizda rejimlari ham 3 ta rejimda yuradi. Eco, Sport, Comfort rejimlari. O'zingizlarga xohlagan, yoqtirgan rejimlarni qo'yib haydasanglar bo'ladi. Undan tashqari endi har bir mashinada bordek, bu mashinamizda ham bor. Bu qanaqa? Yurganda mashina o'zini avtomatik to'rtala eshigini bloklaydi. Oynalarida ham 2 bosqichli datchikli sensorlari mavjud. Ya'ni qo'l qoladigan bo'lsa avtomatik qaytarib yuboradi. Ya'ni qisib qolmaydi qo'lda. Undan tashqari besprovodniy zaryad, ya'ni simsiz zaryadlagich mavjud hamda buni deflektori bor. Ya'ni telefonni qo'ysanglar, yonkusni tushirib yoki qizitib yubormaydi. Bu ham zo'r tomoni. Mashinani xohlasanglar elektrda yursanglar bo'ladi, xohlasanglar gibrid orqali boshqarsanglar bo'ladi. Undan tashqari salonda har bir mashinada bo'lgandek o'zida podstakannik, hop, barlarida axlajniy sistemalari ham mavjud. Barlari ham ancha keng va katta bo'ladi. Bu tomoni ham plus va tagida ham joylari bor. Bu yerda ham bemalol ancha narsa qo'ysanglar bo'ladi va mashinani bezab turadigan narsalardan biri bu yana salon podsvetkasi. Podsvetkasi 7 xil rang.
bir-biri bilan mixering, ya'ni kalibratsiya qilib 64 xil yoritsangiz bo'ladi. Xo'p, xavfsizlik jihati ham yaxshi. Misol uchun, birinchi pozitsiyasida 6 ta безопасность podushka, premium pozitsiyasida undan ko'proq bo'ladi. Keyin buni ham aytib o'tishim kerak, akustika sistemasi bularda Sony akustika sistemasi bilan jihozlangan, ya'ni mashina haydayotganingizda muzika eshitmoqchi bo'lsangiz, bu ham alohida bir o'ziga kerakli bo'ladigan akustika sistema. Eng zo'r muhim jihatdan bittasini aytadigan bo'lsam, tom qismimiz polniy panorama bo'ladi va yarmigacha ham lyuk qismi bor. Hamda yo'llarda ham alohida ishlov berilgan, ko'rsanglar bo'ladi, svetnilari ham ancha zo'r, ikki xil svet yonadi. O'zimga yoqqan jihati yana bu tepasini o'zi qoraytirilgan holatda, buni yana tuningga olib borib qoraytirib o'tirmaysiz, tayyor qoraytirilgan holatda chiqarilgan. Yana endi ko'p funksiyalarni aytsam ko'p, bularga nimalar kiradi? Dosh datchik funksiyalari, ya'ni yomg'ir tushganda o'zi avtomatik dvorniklarni ishlashlari, pavorodnikdan yoqqaningizda o'ng tomon rakurs olib berishi, chap tomon olib berishlari, shular ham mavjud. Mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, endi eng asosiysi, mashinamizning narxi birinchi pozitsiyasi 429 million 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasi 449 million 900 ming so'm. Aytib o'tganimdek, ikkinchi qatori ham bitta obzorni ko'rib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, orqada ancha keng joy bor. Bo'yim 1.75 dan balandroq. Agar bo'yingiz 1.80 bo'lsa, bemalol mana buni o'zingizga to'g'rilasanglar, bu yoqda ham ancha joy qoladi. Boya aytdim, sidiniya podogreflari orqada mavjud, 3 bosqichli bo'ladi. Buni ham o'zingizga xohlaganingizni to'g'rilab, o'zingizga mosini qo'yib olasizlar. Hamda orqada deflektorlari, misol uchun qaysi tomonga qarab havoni haydashligi, hamma narsani o'zingizlarning qo'llaringda. Undan tashqari zo'r tomoni, orqada ham plus, bu narsa albatta plus, podlokotnik. Ikki kishi o'tirganda bemalol qo'l qo'yib, bu yerda podstekanligimiz mavjud, ichimlik suvlari biznes klass hisobiga kiradi. Shu orqali ham boshqarsanglar bo'ladi. 3-qator hech qaysi sotuvchi menejer qilmagan narsani ko'rsataman. 3-qatorga hozir o'zim o'tirib ko'rsataman, qanaqa joy qolganligini realni ko'rasizlar. Bo'layotganimda 3-qatorni o'zim o'tib ko'rsataman dedim. Xo'p, o'tish jarayoni birinchi o'rinda, oxirigacha surmadim. O'tib ko'rsataman. Mana bismillah. Hoppa. Orqaga o'tadigan bo'lsak, hozir bizga yordamlashib borishadi, chunki o'zimga noqulay. Ko'tarib oling sidinani. Suring, bemalol orqasigacha ham suring. Mana bir xil bo'lsin hamma yog'i. Orqada joy mavjud. Bemalol oyog'im tekkani. Hozir buni qanaqadir usul bilan ko'rsatishga harakat qiladi bizning hozir videografimiz. Orqada bemalol joy bor. Imkon qadar sizlarga orqani qanaqa kengligini ko'rsatishga harakat qildik. Hali joy mavjud. Buni orqaga sursanglar ham bemalol, mana misol uchun o'zim qatordagi bo'y 1.70 largacha bo'lgan odam o'tirib uzoq yo'llarga bemalol safarga chiqsa bo'ladi. Yana bitta joyi qoldi, mashinani aytib o'tishim. Bagajnik qani degan savol berishinglar mumkin. Bagajnikni hozir eng oxirida aytib o'taman. Orqani boya aytganimda, agar 3-qator ishlatsanglar, to'g'ri orqada sal kichikroq joy qolishi mumkin. Mabodoga ham orqani ishlatmasdan, ya'ni 3-qator ishlatmasanglar, ko'rsatib o'taman qanaqa keng joy bo'lishini. Keling, bemalol ko'rsating bizning obunachilarimizga. Agar 3-qator ishlatilmaydigan bo'lsa, shunaqa katta bagaj son bo'ladi. Bitta narsani aytishim kerak boy videoni boshida. Biza Cherry'da, o'zi hamma Cherry'da sizlarga uyda zaryadlaydigan zaryadniga ham qo'shib beriladi. Xo'p, hozir ko'rayotgan Tiggo 8 Pro gibrid modelimizni qisqacha qanday to'lovlarda olishni bir qator aytib o'taman. Birinchi o'rinda ko'p kishi qiziqadigan bu rassrochka. Rassrochkani minimalni 25% boshlang'ich to'lov bilan rassrochkaga qilsanglar bo'ladi. Faqatgina boshlang'ich to'lovlarga qarab muddati belgilanadi, ya'ni muddati o'zgaradi. Undan tashqari mashinani naqd yoki avtokredit shaklida olmoqchi bo'lsanglar, mashinaga naqd 30 million chegirma, ya'ni 30 million o'zingizlar bilan qaytarib olib ketishinglar mumkin. Bundan ko'proq, batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, quyidagi raqamlarga telefon qilinglar yoki Cherry Chilonzor avtosaloniga kelinglar. Sizlarni kutib qolamiz.